Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibiga kiritilgan masala ko'rib chiqildi. Bugungi sessiya kotibi tomonidan sessiya yakunlari yuzasidan axborot tayyorlandi. Axborot bilan tanishtirishimiz Hikmatova Markamovich. Birinchi masala bo'yicha ma'ruzachi tomonidan Toshkent tumanida joriy yilning 6 oyi mobaynida amalga oshirilgan ishlar hamda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash to'g'risida axborot berildi. Deputatlar tomonidan savol va takliflar ilgari surilmadi. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Ro'zg'or 19 da qarshilar va betaraflar bo'lmadi. Ikkinchi masala bo'yicha ma'ruzachi tomonidan Toshkent tumani byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan yo'naltirilayotgan mablag'lar to'g'risida ma'lumot berildi. Deputatlar tomonidan 17-bo'siliq saylov uchastkasida saylangan deputat Muhitdinovich hamda 9-Qo'rg'on saylov uchastkasidan saylangan deputat To'ychiyev Naimjon Yusupovich va 23 nomzod saylov uchastkasidan saylangan deputat Po'latov Elmurod To'xtaboyevich tomonidan taklif va savollar ilgari surildi. Savol va takliflarga javob olindi. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Ro'zg'or 19 da qarshilar va betaraflar bo'lmadi. Uchinchi masala bo'yicha ma'ruzachi tomonidan Toshkent tumani hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan yo'naltirilayotgan mablag'lar to'g'risida ma'lumot berildi. Deputatlar tomonidan savol va takliflar bo'lmadi. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Ro'zg'or 19 da qarshilar va betaraflar bo'lmadi. To'rtinchi masala bo'yicha ma'ruzachi tomonidan 2026 yilning 6 oyi davomida qonun ijodkorligi va huquqni qo'llash jarayonida mavjud qonunbuzarliklar to'g'risida axborot berildi. Deputatlar tomonidan 23 nomzod saylov uchastkasida saylangan deputat Po'latov Elmurod To'xtaboyevich takliflar bildirildi. 17-Bo'siliq saylov uchastkasida saylangan deputat Muhitdinovich tomonidan savol va takliflar ilgari surildi. Savol va takliflarga javob olindi. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Ro'zg'or 19 da qarshilar va betaraflar bo'lmadi. 5-chi masala bo'yicha ma'ruzachi tomonidan Toshkent tumanidagi geografik obyektlarga nom berish va ularni qayta nomlash to'g'risida hisobot berildi. 6-chi masala bo'yicha ma'ruzachi tomonidan Toshkent tumanida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan sug'orilmaydigan yerlar hamda yer fondining boshqa toifalari tarkibidagi maydonlarni xatlovdan o'tkazish natijalari to'g'risida hisobot berildi. Xalq deputatlari Toshkent tuman kengashining 28 sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman va barchangizga sihat salomatlik tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat.